Va qizlar, bugun zo'r liboslar kelibdi. Mana o'zim bittasini kiyib oldim. Men bu jaziramada xuddi egnimda yo'qdi. Juda ham zo'r liboslar kelgan va men sizlarga ko'rsatmoqchiman. Qorasi bor, yangi kalta varianti ham mana. Korechnevisini yangi kalta varianti. Qorasini yangi uzun varianti. Mana bunaqa yoqa bilan va mana bu bejevisini ham yangi kalta varianti. Yangi uzun varianti mana manekenda turibdi. Qizlar, bular juda ham kam chiqqan. Kelinglar, ulgurib olinglar. Haqiqatan mazza. Yozda-chi, to'g'risi-chi, og'ir kiyim kiya olmayman. Umuman, na kabluk, na kofta, mayka, sloyniy umuman kiya olmayman, qavat-qavat. Shuning uchun eng zo'ri oddiygina bo'lsa ham mana shu kiyim, lekin kiyganingizda-chi bagati ko'rinadi. Bilasizmi? Men yozda bezikni mana shu libosda o'tkazsam kerak. Bunaqa issiqda hali 15-16 maydan shunaqa issiq. Bundan yaxshisi bo'lmasa kerak. Lekin siz ham o'zingizga mos libos topasiz, chunki xilma-xil bizda ko'ylaklar, variantlar kelishini boshladi.